Gold Vision Group. Go'zal manzara, ajoyib muhit, sevinchi va albatta Gold Vision Group. Go'zal tabiat, go'zal tasvirda Gold Vision Group biz bilan qoling. Choy premium class, syomka premium class, Gold Vision undan ham premium class. Qisqacha qilib aytganda Gold Vision Group taqdim etadi. Biz ajoyib proyektdamiz. Shri Lanka Respublikasidagi syomkamizning birinchi kuni ishlarni boshlab oldik. Azizlar, duo qilib turinglar. Bular fillarni kuniga 2 marta cho'miltirishar ekan. O'sha abichani hozir qisqacha bir kadrlarda olish jarayonidamiz. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Duo qilinglar azizlar, taninglar sog' bo'lsin. Bizani kuzatib boringlar. Yana qiziqarli kontentlar qilishda sizlarga davom etamiz. Sog' bo'linglar azizlar. Aka, Abdusha rahmat. Ko'rasizlar, quyosh demay, suvda Abdusha mehnat qilishyapti bolalar. Hammaga rahmat. Xudo xolasa reklamamizni mana Seventiniki inshaalloh вообще zo'r bo'ladi aka. Xudo xolasa inshaalloh. Eng sara luxury choylaridan, o'shaning uchun reklamani ham Gold Vision Group otdi. Bu ham premium class. Hamma narsa на самом высшем уровне azizlar. Choy premium class, syomka premium class, Gold Vision undan ham premium class. Xudo xolasa. Omad. Rahmat, charchamanglar. Birdamligimiz xayrli bo'lsin. Azizlar, assalomu alaykum. Tonginglar xayrli bo'lsin. Soatimiz Shri Lanka vaqti bilan 5 bo'ldi. Biz yo'lga otlanamiz. Syomkamizning 3-kuni inshaalloh. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Biz sizlar bilan birgamiz. Qiziqarli voqealarning hammasi oldinda bizani kuzatinglar. For film. Почему мы уезжаем отсюда? Нас не пустили снимать, сказали, слишком профессиональная камера. Вот на такую можно, а вот на такую нельзя почему-то. А ваше настроение хорошо? Или? Я надеюсь, что сейчас тут еще дворец. Там, я надеюсь, нас пустят. Там вроде даже еще круче. Там договоримся. Qozonga olib yegani keldi. O'tda go'shtlari bismillah so'yiladi. Go'sht, tovuq so'yiladigan narsalar juda xavfli. Sangi gartishga, guruch, mashtaka, balut. Aslan shunaqa narsa. Hech kimdan dardim bilmaydi. Kameraga yetib bo'lmaydi.
kuzatilgan mana 3-kun Shri-Lankadamiz aka. Xudo xolasa qalay aka Shri-Lanka yoqdimi? Juda ham zo'r, tabiat, havo hammasi zo'r. Endi syomka jarayoni o'ziga yarasha mashaqqatlar bilan o'tyapti, lekin kayfiyati juda zo'r bo'lyapti. Hozir mana shu Pedurangli tog'i, mana shu tog'ga mashaqqat bilan ko'tarilamiz Zinalida. Siz ko'rasizlar, shuni tomoshabinlar. Bu tog'ga ko'tarilganimizda Sigera tog'i ochiladi fondi. Ana o'sha fonda bizning tasvirimiz bor, Alixon. Eson-omon chiqib shuni ovosib bo'ldi inshaalloh. Hozirga qarang, 2 soat do'st, u yoqqa chiqishi. Shu 2 soat chiqishimizga arziydimi aka? Arziydi inshaalloh. O'zingiz ham ko'rasiz. Shuni hozir tomoshabinlarga ham shuni taqdim etamiz aslida. Bizani kuzatishda davom etinglar. Uni tepada ko'rishamiz-da. Bo'ldi. Вы довольны? Очень круто. Да, очень круто. Это стоило того? Да, круто увидеть на ваше лицо улыбку. Да? Да, очень. Смена закончена. Endi ertalabgacha tushamiz pastga. Qalay Alixon? Agar haqiqatan aytgan ishlarga o'ragan manzaradan atmoshfera olib, вообще narsa qiladi. Asli go'zal kadrlar olganmiz. Kutib qolinglar. Братан? Go'zal manzara, ajoyib muhit, sevinchi va albatta gol kiygani. Azli biza 70 choy plantatsiyasidamiz. Hozir opalarimiz choylarni yig'ib kelishyapti. Choyni ko'rsatamiz o'rta operatorimizga. Do'stlar, bu choyni tarixiga ozgina nazar solsak, Angliya Shri-Lankani mustamlaka qilib olgandan so'ng, taxminan 815-yillardan so'ng James Taylor degan odam ushbu yerga choy ekishni boshlagan ekan. Ya'ni 3 ta joyga choy ekkan ekan: Tailand, Indiya hamda Shri-Lanka. Angliya qirolichasi ushbu choylarni tatib ko'rgandan so'ng, ta'mi zo'r choy, Ceylonskiy choy, ya'ni Shri-Lankani choy hisoblangandan keyin ushbu yerlarga o'sha zamondan boshlab choy ekishni boshlashgan ekan. Azizlar, ushbu plantatsiyalar o'shanda paydo bo'lgan ekan. Shri-Lankani tabiati go'zal, ob-havosi juda ham to'g'ri kelganligi uchun ushbu yerning choylari dunyoda birinchi o'rinlarda turar ekan. Azizlar, choyni ko'p ichib turinglar, choy sizlarga tetiklik, shifobaxshlik va energiya beradi. Отзыв на работе, пожалуйста. Пару слов. Вот снимаем чайную плантацию, чайный завод. Тут всякие чаи варят, делают, сушат. Мы все это снимаем. Спасибо, спасибо. Вместе с Gold Vision.
Oh my god! Хлопайте, хлопайте, хлопайте. Продолжаем дальше. Смена окончена. Nima videomi, rasmmi? Soch emas bu sharshara degani shu bo'lsa kerak azizlar. Getmore sharsharasi Central Sri Lanka. Bizani 7T proyektimiz davom etyapti. Syomka hammasi jarayonda. 5 kilometr naridan tepaluvdan pastga mana shunaqalardan tuk-tukda tushib keldik azizlar. Это того стоит deydi-yu. Manzara, ob-havo, jarayon, xullas hammasi mazza. Marhamat, syomka jarayonini bitta ko'rsatib qo'yasiz. Operatorimizga iltimos qilamiz. 7T xodimlari mana shu yerda. Kelgan darmonda, kelmaganlar armonda. Krasota требует жертв desa ham bo'ladi shu joyga. Очень напряженная ситуация. Мы здесь на лодках, байдарках. Очень высокий риск перевернуться. И актеры тоже на байдарке, и мы втроем. И у нас такой первый опыт. Опасно, но интересно. Avtobusi parraga sinib ketdi. Olib kelib almashtirish. Biz aytamiz, olib kelgan, biz o'zimiz almashtirib qo'yib beramiz. Lekin biz mana yangisini topolmayapmiz. Shunaqa narsalar ham bor ekan pechda. Lekin chiqib ketamiz xudo xohlasa inshaalloh. Nima bo'lsa yaxshilikka? Degan bo'ldi aka. Yaxshi. Nima cho'kamiz aka? Kema cho'kmaydi. Ukam bizlarning kemamiz cho'kmaydi xudo xohlasa. Alloh arz qilgan insonni xor qilguvchi, xor qilgan insonni arz qilguvchi azizlar. Hammasi yaxshi xudo xohlasa. To'la parrayimiz sindi, lekin qanotimiz butun, xavotirga o'rin yo'q. Kiraynak peshkom ketamiz. Lekin biz shart to'xtatamiz. Ну, такой уникальный опыт. Вот мы даже не представляли, что у нас будет возможность прокатиться в настоящем местном индийском автобусе. Ура! Ура! Мы мечтали! Biz hech qachon negativlashmaymiz, pozitiv, только pozitiv. Avtobus buzilib qoldi, lekin mana bunaqa o'zimizni 41-yil avtobusda yurishga muvaffaq bo'lamiz. Hamma komanda mana hozir narsalarni bu avtobusga orqotdi. Ular hammasi yaxshi o'rtoqlar, duo qilib turinglar, hammasi zo'r. Allohga behisob shukr. Buni ham hikmati bor. Yaxshilikda, hammasiga yaxshilik. Yurmasang jonona qayda, toqqa chiqmasang do'lona qayda, bunaqa yurmasang Seventinni reklamasi qayda. Seventinni choyi zo'r. Gaplashdik hozir. Juda ham qattiq mashaqqat ketdi. Bunaqasi hali bo'lmadi. Azizlar, assalomu alaykum. Badulla stansiyasiga keldik. Hozir biz bu yerdan poyezdga joylashamiz. O'sha sizlar har doim YouTube'da Shri Lankani ko'rganinglarda 9 arkali most ustidan poyezd qilib o'tib ketadi. O'sha joyni syomka qilishga keldik. Komandamiz tayyor. Bolalar ozgina charchagan, lekin nastroy zo'r xudo xolasa. Kadrlarimiz go'zal bo'lyapti, Begzitga. Ular hammasi yaxshi. Duo qilib turinglar. Biz ketdik.
съемка? Отлично. А вам? Красиво. Замечательно. Поговорите. Экстремально. А, да. Сейчас находимся на девятиарочном мосту, и жалко, что поезд не проезжает его, а останавливается, чтобы вот туристы пофотографировались. И это, конечно, печально, потому что нам хорошо бы, чтобы он проехал. И чтобы не было туристов. И чтобы не было туристов. Но мы еще спустимся вниз потом сами. Да, снимем. вон туда. Вон туда вниз. А вы не устали? Вам не страшно? Не, я, видишь, привязан. Меня держат ребята все. Я высовываюсь, они меня держат. Очень надежно. Надеюсь. Ощущение, как вы с нами работаете? Вам Очень понравится? хорошо, сегодня немножко жарко. Да, мы хорошие люди или как? Конечно, хорошие люди из Узбекистана. Быстро, быстро! Все живы! Good morning. Hello everyone. Choy yaxshi ko'radigan akalarga, opalarga, ukalarga, xullas hammaga choyni dodasi. А общий как бы? Eslatib o'tamiz aslida bizani Shri-Lankaga boshlab kelgan proyekt 70 proyekti. Hozir o'shani syomka qilish jarayonida biz sizlarni butun shaharni obidalari, go'zalliklari va urf-odatlari bilan tanishtirib o'tyapmiz. Agar sizga lavhamiz yoqqan bo'lsa, bizani duo qilinglar. Inshaalloh biz shu tempda davom etamiz. Катать вам, Вы когда гуляете, вы больше смотрите на море. Давайте, вот Камола, вот вы стоите на первом плане, например. Ваня через вас будет снимать Камолу, например. Камола в сторону солнца. Gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib kadrlar. Azizlar, bunaqa baliqchilarni faqat sizlar Shri-Lankada ko'rishingiz mumkin. Shunaqa yog'ochlarga chiqib baliq ovlashadi. Boshqa dunyoning hech qaysi chetida bunaqa baliqchilarni ko'ra olmaysizlar. Azizlar, bu ham Shri-Lankaning bir urf-odatiga kiradi. Bizning syomkamiz davom etyapti. Bugun syomchilik kunimizning oxirgi kuni. Inshaalloh ozgina qoldi. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Azizlar, ushbu go'zallikni ko'rib turib, musavvir bo'lgan Robbimizni qudratiga tan bermasdan ilojimiz yo'q. Bizani kuzatishda davom eting. Shri-Lanka shahridamiz, unutmanglar. Azizlar, assalomu alaykum. Shri-Lanka shahridagi 70 proyektimizni syomka jarayoni o'z nihoyasiga yetdi. Bizani duo qilganlar, qo'llab-quvvatlaganlar, albatta komandamizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hammanglarga rahmat azizlar.
Hey!